Ya Robbi, har birimizni iymon bilan o'tib ketganlarimizni Allohim o'zing rahmatingga olgin. Bizning gunohlarimizni mag'firat etgin. Avf aylagin ya Robbi, o'zing kechirguvchi zotsan ya Robbi, G'ofurur Rahim. Ya Allohim, ism sifatlaringga ko'ra Allohim o'zing kechirguvchisan, o'zing gunohlarimizni avf etgin. Yurtimizni turli tuman balo ofatlardan Allohim o'zing saqlagin. Bu yili hajga bora olmaganlarni kelgusi yilga Allohim inshaalloh oilalari bilan hajga borishlarini o'zing nasib etgin. Butun dunyoda duo qilayotgan musulmonlar qatorida baytingni haj qilayotgan, Arofatda turib duo qilayotgan bandalaringni duolarini ham ijobat etgin ya Robbi. Amin. Ya Allohim, biz bandalaringga qiyomat kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni shafoatlaridan nasib etgin ya Robbi. Ya Robbi, biz bandalaringni hisob va azobsiz jannatingga kiritgin ya Robbi. Amin. Amin deganlarni ham bu duoning ijobatidan bahramand qilgin ya Robbi. O'zing inshaalloh